Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga Cobalt'da uy sharoitida salon filtrini 5 minutda qo'lda almashtirishni o'rgataman. Buning uchun oldi o'rindig'ida bardachokni ochamiz. Bardachokni ochamiz va mana bu yoqda stikeri bo'ladi. Ana stikerini qo'lda sug'uramiz. Hozir men sug'uraman va uni ko'rsataman. Mana hurmatli do'stlar, men bu yog'ida va men bu yog'ida mana kirib turadigan joyi bor. O'shani ikkita qo'lingizlar bilan buni qisqasiladi. Birinchi bu yog'ini buni sug'urib olasizlar, buni sug'urib olgandan keyin pastga tushadi. Bunda mana endi hozir men narsalarim bor. Hammasini olib turamizda. Pastga tushiramiz. Mana. Mana. Operatorni yaqinroq ko'rsating, mana bu yoqda. Mana. Ko'rinyapti? Mana shu narsa havo filtri bo'ladi, salon filtr. Bu salon filtri vazifasi konditsioner yoqqaningizda yo pechka yoqqaningizda ichkaridagi kiradigan havoni filtrdan o'tkazib beradigan narsa shu aslida. Shu narsa bor bo'lgani tashqaridagi chang havodan shu filtrdan o'tib toza havo kirib keladi. Shu narsa qumli yo'llarda, changli yo'llarda yurganda ichi to'lib qoladi. Machalka ichi to'lib qoladi. Yoki bo'lmasa har 10,000 kilometrda almashtiriladi. Mana bu yoqda stikeri bor. Mana stikerni o'zi bu yoqqa qarab tortasizlar. Bu yoqda ham shunaqa narsa bor. Buni tortganda ochiladi bu. Ochiladi. Ochilganini ham operator ko'rsating. Mana ochildi. Ana endi buni olasizlar. Mana. O'rtoqlar, mana shu havo filtri bo'ladi, salon filtr. Mana shu yangiligida toza bo'ladi, mana shu oppoq bo'ladi. Mana shu changlarni qaytarganda mana shu ahvolga kelib qoladi. Mana qoqqanimizda chang chiqadi. Mana o'rtoqlar, salon filtri umumiy ko'rinishi. Buni men har 10,000 kilometrda almashtiraman. Ichi qora bo'lib qolgan. Filtrning ichi qora bo'lib qolgan. Oppoq filtr qora bo'lib qolgan. Mana shu changlarni ushlab qoladigan narsa. Juda kerakli narsa bu. Mashina uchun olishni o'rgatdim. Endi magazindan borib yoki uzun marketdan borib yangisini zakaz qilasizlarda, shuni tiqib qo'yasizlar, shuni qo'yasizlar. Bu tamom. Bu ustaga bormasdan uy sharoitida qilish lifehack.